Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash boshlansa, kimning pensiyasi oshadi, kimniki o'zgarishsiz qolishi mumkin, kim esa albatta hujjatlarni tekshirtirishi kerak. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, yaqin oylar yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga ham tegishli. Chunki bitta noto'g'ri hisob, bitta yetishmayotgan hujjat yoki ish stajidagi bitta bo'shliq odamning har oy oladigan pulga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men ekspert sifatida masalan oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki pensiya, nafaqa, ish staji va qayta hisoblash bo'yicha eng muhim o'zgarishlarni shu yerda sodda qilib yetkazib boraman. Avvalo, pensiyani qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerak? Ko'pchilik buni shunday qabul qiladi. 1 avgust keldi. Demak, hammaning pensiyasi bir xil miqdorda oshadi. Aslida masala bundan ancha murakkabroq. Pensiyani qayta hisoblash bir necha sabab bilan amalga oshirilishi mumkin. Birinchisi, davlat tomonidan pensiyalar miqdori oshirilishi. Ikkinchisi, eng kam pensiya yoki bazaviy miqdorlar o'zgarishi. Uchinchisi, fuqaroning ilgari hisobga olinmagan ish staji, ish haqi yoki boshqa hujjatlar topilishi. To'rtinchisi, pensiya tayinlangandan keyin fuqaro yana ishlagan bo'lsa, shu ishlagan davri bo'yicha qayta hisoblash masalasi yuzaga kelishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'p odam pensiyaga chiqayotganda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida spravka, harbiy xizmat bola parvarishi, o'qish davri korxona tugatilgani haqidagi ma'lumotlarni to'liq yig'ib bermagan. Natijada pensiya bor hujjatlar asosida tayinlangan. Masalan, odam aslida 35 yil ishlagan, lekin hujjat bilan 28 yilni tasdiqlagan. Pensiya jamg'armasi esa og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Demak, 7 yil staj hisobga kirmagan bo'lsa, pensiya ham pastroq chiqadi. Endi nima o'zgaryapti? 1 avgustdan qayta hisoblash mavzusi ko'tarilganda asosiy e'tibor shunga qaratiladi. Pensiya miqdori avtomatik oshiriladimi yoki odam o'zi murojaat qilishi kerakmi? Men buni juda aniq aytaman. Ayrim toifadagi pensionerlar bo'yicha oshirish avtomatik bo'lishi mumkin, lekin hujjat, staj, ish haqi nogironlik guruhi o'quvchisini yo'qotganlik yoki qo'shimcha imtiyozlar bilan bog'liq masalalarda odamning o'zi ham faol bo'lishi kerak. Agar siz davlat o'zi biladi, o'zi hisoblab beradi deb kutib o'tirsangiz, ba'zi hollarda sizga tegishli pul vaqtida qo'shilmay qolishi mumkin. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa shunchaki o'z pensiya miqdorini tekshirsa kifoya, shu masalani batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi toifa. Yoshga doir pensiya olayotganlar. Bu eng katta guruh. Agar 1 avgustdan umumiy oshirish belgilangan bo'lsa, odatda yoshga doir pensiya olayotganlarning asosiy pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bu yerda muhim jihat bor. Hammaning oshishi bir xil so'mda bo'lmasligi mumkin. Kimning pensiyasi hozir yuqoriroq bo'lsa, foizli oshirishda uning qo'shimchasi ko'proq ko'rinadi. Kim eng kam pensiya atrofida olayotgan bo'lsa, unga eng kam miqdorlar bo'yicha alohida tartib ta'sir qilishi mumkin. Masalan, birinchi pensioner 920 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Ikkinchi pensioner 20 800 ming so'm olayotgan bo'lsin. Agar oshirish foiz asosida bo'lsa, ikkalasining qo'liga qo'shiladigan pul bir xil bo'lmaydi. Birinchisida oshgan summa kamroq, ikkinchida ko'proq chiqishi mumkin. Lekin agar eng kam pensiya miqdori oshirilsa, past pensiya olayotgan odam uchun bu nisbatan sezilarli bo'ladi. Shuning uchun odamlar qo'shnimga bir taqsim ming qo'shilibdi, menga bir ming qo'shilibdi, nega deb hayron bo'ladi. Sabab shuki, pensiya hisoblashda har bir odamning staji, ish haqi, pensiya turi va oldingi miqdori alohida. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi olayotganlar. Bu yerda ham qayta hisoblash juda muhim. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, masalan, ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'tgan bo'lsa, pensiya miqdori boshqacha hisoblanishi mumkin. Yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilangan, muddat uzaytirilgan, nogironlik sababi o'zgargan bo'lsa, hujjatlar pensiya bo'limiga vaqtida yetib borishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam nogironlik bo'yicha yangi xulosa oladi, lekin pensiya organiga topshirishni kechiktiradi. Keyin bir necha oy davomida eski miqdorda pul oladi va nega oshmadi deb so'raydi. Chunki tizimda asosiy hujjat yangilanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi olib kelgan. Iyul oyida komissiya uni birinchi guruh deb belgilagan. Agar u hujjatni darhol topshirsa, avgustdan qayta hisoblash masalasi ko'riladi. Agar sentabrda topshirsa, to'lov sanasi va qayta hisoblash davri
hujjat topshirilgan sana hamda qonunchilikdagi tartibga bog'liq bo'ladi. Shu sababli bunday holatda kutib yurmaslik kerak. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu pensiya turi ayniqsa ehtiyotkorlik talab qiladi. Chunki oila tarkibi o'zgarishi, farzand 15 yoshga to'lishi, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma, nikoh holati, vasiylik hujjatlari kabi masalalar to'lovga ta'sir qiladi. Agar farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, u ma'lum yoshgacha pensiya olish huquqini saqlab qolishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki qayta hisoblash kechikishi mumkin. Masalan, otasi vafot etgan oilada 2 farzand bo'lsa, ularga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. Katta farzand 28 yoshga to'ldi. Lekin kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiyapti. Agar oila buni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etsa, uning ulushi davom etishi mumkin. Agar taqdim etmasa, tizim uni huquqi tugagan deb ko'rishi mumkin. Natijada umumiy pensiya miqdori kamayadi. Keyin oila 1 avgustdan o'shishi kerak edi, aksincha kamaydi deb o'ylaydi. Aslida sabab boshqa, oila tarkibi va huquqni tasdiqlovchi hujjat vaqtida yangilanmagan. 4-toifa. Pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaganlar. Bu eng ko'p savol beriladigan masalalardan biri. Odam pensiyaga chiqadi, lekin ishlashda davom etadi. Keyin men yana 2 yil ishladim. Pensiyam oshadimi deb so'raydi. Bu yerda aniq tushunish kerak. Pensiyani qayta hisoblash uchun ishlagan davr, sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq to'lovlari, rasmiy ish haqi, mehnat shartnomasi va boshqa ma'lumotlar tizimda ko'rinishi kerak. Norasmiy ishlagan davr. Afsuski, pensiya hisobiga real ta'sir qilmaydi. Masalan, pensioner 2022 yildan 2024 yilgacha rasmiy korxonada qorovul bo'lib ishlagan. Har oy ish haqi rasmiy o'tkazilgan, soliq to'langan. Bunday holatda u qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Lekin boshqa bir pensioner do'konda og'zaki kelishuv bilan ishlagan, maoshni naqd olgan, hujjatda ishchi sifatida ko'rinmagan. U men ham ishladim desa ham, pensiya organi buni hisobga ola olmaydi. Chunki davlat tizimida bu davr tasdiqlanmagan. 5-toifa ish staji to'liq hisobga olinmaganlar. Men eng ko'p e'tibor beradigan nuqta shu. Pensiya miqdorining past chiqishiga ko'pincha stajning to'liq kiritilmagani sabab bo'ladi. Ayniqsa, eski sovxoz, kolxoz, zavod, qurilish tresti, tikuv fabrikasi, savdo bazasi, maktab, shifoxona, tuman korxonalari tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish qiyinlashadi. Lekin qiyin degani mumkin emas degani emas. Arxiv ma'lumotnomasi topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, ayol kishi 1905 yildan 1904 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq, buyruq raqami ko'rinmaydi. Pensiya tayinlashda bu davr to'liq qabul qilinmagan. Keyin u arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruq nusxalarini oladi. Shundan keyin pensiya bo'limiga ariza beradi. Agar hujjatlar qonuniy tasdiqlansa, uning staji ortadi. Pensiyasi ham qayta hisoblanishi mumkin. Bu yerda 1 avgust sanasi umumiy qayta ko'rib chiqish jarayoniga to'g'ri kelsa, odam uchun ayni muddao bo'ladi. Endi istisnolar, odamlar ko'p e'tibor bermaydigan nozik jihatlar va xatolar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat. Oshirish bilan qayta hisoblash bir narsa emas. Oshirish bu davlat belgilagan umumiy o'zgarish. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy pensiya ishingizdagi ma'lumotlar o'zgarganda qilinadigan hisob. Masalan, davlat pensiyalarini oshirsa, sizning pensiyangiz avtomatik ravishda yangi miqdorga moslashtirilishi mumkin. Lekin sizda 5 yil staj yetishmayotgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan topilib qolmaydi. Siz arxivdan hujjat olib kelmaguningizcha bu 5 yil pensiya ishiga qo'shilmaydi. Ikkinchi nozik jihat, hamma qo'shimcha pulni bir kunda olmaydi. Ko'pchilik 2 avgust kuni kartaga darhol yangi summa tushadi deb kutadi. Amalda to'lov jadvali, bank o'tkazmalari, pochta orqali yetkazish va qayta hisoblashning texnik jarayonlari bo'lishi mumkin. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir odatdagi to'lov kunida oladi. Agar sizga pul tushmagan bo'lsa, darhol vahima qilmasdan avval o'z to'lov grafikingizni tekshiring. Lekin bir oy o'tib ham o'zgarish bo'lmasa, albatta pensiya bo'limiga murojaat qiling. 3-nozik jihat. Pensionerning bank kartasi yoki shaxsiy ma'lumotlarida muammo bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Pasport almashtirilgan, familiya o'zgargan, bank kartasi muddati tugagan, plastik karta bloklangan, yashash manzili yangilangan, lekin pensiya bo'limida eski ma'lumot qolgan bo'lsa, pulni olishda muammo tug'iladi. Bu pensiya oshmaganini anglatmaydi.
Bu texnik yoki hujjat muammosi bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat ish haqi haqida ma'lumot noto'g'ri yoki past ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar men katta maosh olganman, nega pensiyam kam deb so'raydi. Bu yerda savol. Katta maosh rasmiy bo'lganmi? Ish haqi vedomasida ko'rsatilganmi? Soliq va badallar to'langanmi? Arxivda aynan o'sha summalar saqlanganmi? Agar odamning katta maoshi norasmiy bo'lgan bo'lsa, pensiya hisobida u ko'rinmaydi. Pensiya organi hamma bilardi. Men yaxshi maosh olganman degan gapga emas, hujjatga qaraydi. Masalan, ikki kishi bir korxonada ishlagan. Biri rasmiy ravishda 2 million so'm maosh olgan. Ikkinchisiga 1 million rasmiy, yana 1 million naqd berilgan. Pensiyaga chiqqanda birinchi odamning daromadi to'liq hisobga tushadi, ikkinchisining esa faqat rasmiy qismi ko'rinadi. Natijada ikkinchi odam o'zini adolatsizlikka uchragandek his qiladi. Lekin muammo pensiya hisoblashda emas, o'sha yillardagi norasmiy to'lovda bo'ladi. 5-nozik jihat ish stajining hammasi bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Ayrim davrlar to'liq stajga kiradi. Ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan shartlar asosida hisoblanadi. Ayrimlari esa faqat tegishli hujjatlar bo'lsa qabul qilinadi. Bola parvarishi davri, harbiy xizmat, o'qish, mehnat faoliyati, yakka tartibdagi tadbirkorlik, dehqon xo'jaligi, chet elda ishlash kabi holatlarning har biri alohida tartibda ko'riladi. Shuning uchun men uyda bolamga qaraganman, bu avtomatik qo'shiladimi yoki men Rossiyada ishlaganman, bu stajga kiradimi degan savollarga umumiy javob berib bo'lmaydi. Hujjat, davlatlararo kelishuv, to'lovlar va rasmiy tasdiq kerak bo'ladi. 6-nozik jihat qayta hisoblash har doim katta o'sish beradi deb o'ylash xato. Ba'zan odam hujjat olib keladi, staji biroz ortadi, lekin pensiya miqdorida juda katta farq bo'lmaydi. Ba'zan esa aksincha, birgina muhim davr qo'shilishi pensiyani sezilarli oshiradi. Buni oldindan aniq aytish uchun pensiya ishidagi barcha ma'lumotlarni ko'rish kerak. Masalan, yil oddiy staj bilan yil yug'ori ish haqi olingan davrning ta'siri bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, hissiyot bilan emas, hujjat va hisob-kitob bilan yuring. 7-nozik jihat. Ortiqcha to'lov ham yuzaga kelishi mumkin. Agar fuqaro pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan holatni yashirsa yoki vaqtida bildirmasa, keyinchalik ortiqcha to'langan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishni tashlagan, lekin bu haqda xabar berilmagan yoki nogironlik muddati tugagan, lekin hujjat yangilanmagan. Bunday holatlar keyinchalik moliyaviy muammo keltirib chiqaradi. Shuning uchun faqat oshirishni emas, majburiyatlarni ham bilish kerak. Endi eng muhim qism, tomoshabin sifatida siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hozir olayotgan pensiya miqdorini yozib qo'ying. Iyul oyida qancha oldingiz, avgustda qancha tushdi, sentabrda qancha bo'ldi? Bularni alohida qayd qiling. Ko'pchilik pul tushganini ko'radi, lekin eski miqdor bilan solishtirmaydi. Keyin oshdimi yoki yo'qmi? Aniq ayta olmaydi. Bank ilovasidan ko'chirma oling yoki SMS xabarlarini saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki pensiya bilan nafaqa bir xil tushuncha emas. Ularning tayinlanish tartibi, qayta hisoblash sabablari va miqdorlariga ta'sir qiluvchi omillar farq qiladi. Men pensiya olaman deb umumiy aytish yetarli emas. Aynan qaysi toifa ekanini bilish kerak. 3-qadam, ish stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar aniqmi? Ishga kirgan va chiqqan sanalar bormi? Muhrlar o'qiladimi? Korxona nomi to'g'rimi? Agar elektron mehnat daftarchasi yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumot ko'rish imkoniyati bo'lsa, o'sha yerda ham tekshiring. Eski yillardagi ish joylaringiz tushib qolmaganmi? Shunga qarang. 4-qadam. Yetishmayotgan davrlar bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Tuman yoki viloyat arxiviga, sobiq korxonaning huquqiy vorisiga, tegishli vazirlik yoki tashkilotga so'rov yuborish mumkin. Arizada ish joyi nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, familiya ism sharifingiz, tug'ilgan yilingiz, pasport ma'lumotlaringiz ko'rsatiladi. Agar familiyangiz nikoh sabab o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, pensiya bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin muhim masalada yozma ariza ishonchliroq. Arizada pensiya miqdorimni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Sababini ko'rsating. Yangi arxiv hujjati topildi. Ish staji kiritilmagan.
Pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davr bor. Nogironlik guruhi o'zgardi. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish ma'lumotnomasi taqdim etildi va hokazo. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. 6-qadam. Hujjat topshirganingiz haqida tasdiq oling. Bu juda muhim. Arizangiz qabul qilingan sana kirim raqami yoki elektron murojaat raqami bo'lsin. Chunki qayta hisoblashda sana muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Men bergandim deyish bilan mana kirim raqami deyishning farqi katta. Hujjatlarni topshirganda nusxalarini o'zingizda ham saqlang. 7-qadam. Javobni kuting. Lekin nazoratsiz qoldirmang. Qonunchilikda murojaatlarni ko'rib chiqish muddatlari bor. Shu muddat o'tgach, javob bo'lmasa qayta murojaat qiling. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Sababini tushunmasangiz, mutaxassisdan maslahat oling. Ba'zan rad javobi hujjat yetishmagani uchun bo'ladi. Bu muammoni to'ldirish mumkin. Ba'zan esa haqiqatan ham qonuniy asos bo'lmaydi. 8-qadam o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni yangilang. Pasport, JSHSHR, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami, nogironlik hujjati, o'qish ma'lumotnomasi kabi ma'lumotlar dolzarb bo'lishi kerak. Ayniqsa pul bank kartasiga tushadigan bo'lsa, karta faol ekanini tekshiring. Karta muddati tugagan bo'lsa, bankda yangilang va pensiya to'lovlari bilan bog'liq ma'lumotlar to'g'ri ulanganini aniqlang. 9-qadam, oiladagi keksa ota-onangizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'pincha otaxon onaxonlar hujjat masalasini bilmaydi. Navbatda turishdan charchaydi. Bo'ldi. Menga shunisi ham yetadi deb yuradi. Lekin ularning 3 yil, 5 yil, hatto 10 yil staji hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Farzandlar sifatida siz mehnat daftarchasini ko'rib chiqing, eski ish joylarini so'rab yozib oling. Arxivga murojaat qilishda yordam bering. Bu bir martalik ish, lekin natijasi har oy ko'rinadi. 10-qadam. Ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mishlarga ishonib qolmang. Hammaga 500 ming qo'shnilar ekan. Faqat 1907-yilgacha tug'ilganlarga oshar ekan. Ariza bermaganlarga pul berilmas ekan kabi gaplar ko'p tarqaladi. Men har doim bitta narsani tavsiya qilaman. Rasmiy manba, pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markaziy yoki qonunchilikda aniq hujjatga tayaning. Mish-mish odamni yo noto'g'ri kutishga, yo keraksiz vahimaga olib keladi. Endi mavzuni yanada tushunarli qilish uchun bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, 18 yoshli erkak 1.2 million so'm pensiya oladi. U 32 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Lekin pensiya ishida 27 yil staj ko'rsatilgan. Sabab 1990-yillardagi qurilish tashkiloti bo'yicha hujjat topshirilmagan. Agar u arxivdan o'sha 5 yilni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olsa va pensiya organi qabul qilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu yerda 1 avgustdagi umumiy oshirish alohida, staj qo'shilishi alohida ta'sir qiladi. Ya'ni u 2 xil asos bo'yicha o'zgarish ko'rishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Oltin 2 yoshli ayol eng kam pensiya atrofida pul oladi. Uning ish staji kam, chunki umrining katta qismini bolalar tarbiyasiga sarflagan. Bunday holatda u umumiy oshishdan foyda ko'rishi mumkin. Lekin staj yetarli bo'lmagani uchun yuqori pensiya kutmasligi kerak. Shu bilan birga, agar bola parvarishi davrlari yoki boshqa qonuniy hisobga olinadigan davrlar hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi vaziyat, pensioner pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil rasmiy ishlagan. U har oy ish haqi olgan, soliq to'langan. Lekin pensiyasini qayta hisoblatish uchun murojaat qilmagan. Bunday odam pensiya bo'limiga borib, ishlagan davri tizimda ko'rinayotganini tekshirtirish kerak. Agar barcha ma'lumotlar bor bo'lsa, qayta hisoblash imkoniyati ko'rib chiqiladi. Agar ish beruvchi ma'lumotlarni noto'g'ri topshirgan bo'lsa, avval ish beruvchi orqali tuzatish talab qilinadi. 4-vaziyat, o'quvchisini yo'qotgan oila pensiya oladi. Farzandlardan biri universitetga kirdi. Oila o'qish ma'lumotnomasini vaqtida topshirmasa, pensiya ulushi to'xtashi mumkin. Keyin ular avgustda oshirish bo'lishi kerak edi, nega kamaydi deb o'ylaydi. Aslida bu oshirish masalasi emas, huquqni tasdiqlovchi hujjat masalasi. Shuning uchun o'qish boshlanishi bilan ma'lumotnoma olib, tegishli organga topshirish kerak. 5-vaziyat, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning guruhi o'zgardi. U yangi xulosani olgan. Lekin baribir tizimda chiqadi deb o'ylab yuribdi. Men bunday holatda kutmaslikni maslahat beraman. Hujjatni oling, nusxasini tayyorlang, pensiya bo'limiga topshiring, qabul qilinganini tasdiqlating. Chunki sizning pulingiz hujjat aylanishidagi kechikish sababli ortga surilmasligi kerak. Demak, 20 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasida eng asosiy gap shuki,
Hammaning pensiyasi bir xil oshmaydi. Hammaning vaziyati alohida ko'riladi. Kimdir umumiy oshirishdan foyda ko'radi. Kimdir eng kam miqdorlar o'zgarishi sababli ko'proq sezadi. Kimdir esa faqat hujjatlarni to'ldirgandan keyin real oshishga erishadi. Eng muhimi, o'z pensiyangizni tekshiring, stajingizni solishtiring, yetishmayotgan hujjatlarni yig'ing va yozma ariza bilan murojaat qiling. Men sizga shuni maslahat beraman. Kutib o'tirmang. Ayniqsa pensiyangiz past deb hisoblasangiz, eski ish joylaringiz bor bo'lsa, pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz yoki oilaviy holatingizda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Har oy yo'qotilayotgan kichik summa ham bir yilga hisoblaganda katta pul bo'ladi. Kommentariyada yozing. Sizning pensiyangiz avgustdan keyin oshdimi? Qancha qo'shildi? Qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'ldimi? Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.